Assalamu alaykum, qanday yaxshimisiz? Salomat qolsin inshaalloh. Men bugun ba'zi qarindoshlarning talabiga asosan ham o'zimni bugun qilmoqchi, shuning uchun tag'il kek qilmoqchi. Buningga men oldi bilan 5 tal tuxumni to'kib olaman. Agar meniki sal cho'ng kichikroq shunga 5 ni qildim, sizlarning cho'ngroq bo'lib qolib qolsa 4 ni qilsanglar bo'ladi. 4 tal tuxumim bilan 5 tal tuxumim, ya'ni men cho'ng bo'lganligini 1 stakan şekerimni, yani su istikini ölçeysizler. 200 ml'lik su istikini. Şu ikisini bir rauz türde köptürüp alayım hemen. Mana tuxum bilen şekerimizni rauz türde köptürüp aldık. Endi biz bununla bir su istikini okşaşlan, bir su istikini sumay, bir su istekini süt, okşaş miktarda. Bularını bir köptürümüz. Bularını bir araştırıp ettim. Hem de bununla 2 su istekini unum var, normal un. 2 su istekini işledim ben. Ondan keyin bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Bunları bir araştıralım. Mana bunu qıp oldum. Endi men bu aralashmanın tam yerimini ayrı bir qaçığı töküp alaman. Yerimini bu qaçamga tökaman. Mana ko'rganinglardek yerimi bu qaçığı bo'ldi, yerimi bunda bo'ldi. Men birisiga 2 yemek kaşığı atrofida kakao ishlatdim, kakaoni ishlatdim. 2 tomoq kaşığı kakaoni ishlatdim. Buni bir aralashtirib olaman. Mana ko'rganinglardek birisi kakaoluq, birisi normal aq bo'ldi. Endi men bu qaçamga bir qo'shiq bundan, bir qo'shiq bu aqdan olaman. Men bunga kichikroq shim ishlatdim. Sizlar qaysini ishlatsanglar bo'ladi. Oldi bilan o'ttirisiga bir qo'shiq, o'ttirisiga. Men buni maylamayman, maylashning hojati yo'q. Agar sizlarninki chaplashadigan bo'lib qolsa, maylasanglar bo'ldi. Mening bu chaplashmaydi. Endi bunun üstüge eltimiz o'ttirisidan, ya'ni o'xshashlam. Endi qarini yana o'xshashlam o'ttirgan. Qari deb demak kakaoluqni. Anandan keyin oqni. Endi kakaoluqni yine mush türde aralashimiz tuguncha mush turda davomlashtiramiz. Cho'qim o'ttir qismidan boshlaymiz. Hammasini to'p-to'plab o'ttirib qilamiz. Shu holatda aralashimiz tuguncha davom qilsak bo'ladi. Mana bu holatda meniki qachamning nimasi to'shdi, ammo aralashmam bor. Yenilam davomli to'kaverman. Hech nima bo'lmaydi. Agar ba'zi qarindoshlar so'raydi ekan mendan to'shapqa yana qattiq nima arasi tag'il chiqamdi deb chiqaveradi. To'p-to'plab yana qo'yaversak bo'laveradi. Aralashma bütün tüyücü koyuversanglar bo'laveradi. Mana bizning bu holatda mana
Endi men bununla şekil bereme. Bununla men tiş çötküsü işletime. Sizlermi tiş çötküsü işletseniz buludu. Men adette bu şekilde tiş çötküsü işletime. Şunun üçün sizler her qanday yağ tiş çötküsü işletseniz buludu. Aldı bilen biz mana bu otur kısmının teşiğe bir tattımız. Mana ondan keyin yana azraq yaqinisidan ichiga bir tattımız. Ondan keyin yana mushu kelgan yerimizin teshig'i bir tattimiz. İchiga bir tattimiz. Teshig'i bir tattimiz. Yana ichiga bir tattimiz. Yana mushu yerdan teshig'i bir tattimiz. Yana ichiga bir tattimiz. Teshig'i bir tattimiz. Ko'rdinglarmi? Shunchalik chiroyli chiqdi, ko'rkam. Pishib chiqishimi shunchalik chiroyli bo'ladi inshaalloh. Bismillah deb oldin isitilgan 160 gradus fırında. Ben 170'te pişirmem. Sizlerinin gradusunu qanday bilmeyme. 170 pişirsanlar buldu. Ben 160'te 40 minut pişirmem. Ko'rdinglarmi? 160 gradusta, yani 170'te pişirdim o. 40 minut etrafında pişirdim. Aldım yarım saat desem buldu. Saatga ben qarab ketmedim. Moşaletde buldu. Hazır bu biraz kızık soğusun. Aralığını kesip köküstüp koyayım. Mana hazır bu taraftan kesip bakayım. Bu etrafını etkendan keyin mana ko'rdinglarmi içine moşaletde chiqadi. Bu yanadan biraz mana iç kısmımı mana shunchalik chiroyli chiqdi ham shunchalik bolalarni yaxshi ko'rib yeydi. Mehmon kelsa mehmon qilsam ham bo'ldi moşaletde.